alaykum hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari. Mana sizlarga O'zbekiston davlatiga ishlab chiqarilgan Corona Super Bianca brendi ostidagi Ahil O'zbek Matashento mahsulotlari haqida ozgina qisqacha obzor qilib beraman. Devorlarimizda detallarga ham hammasiga shu mahsulot o'zidan suyultirib sepilgan. Sababi bundagi ichidagi pigmentlari italyanskiy atashentolarda ham xudo xolasi yo'q. Bu mahsulot bilan 5 yildan beri hamkorlik qilamiz. Hech bir joyda bizni xudo xolasi uyaltirmagan, hamma ishimizni oldi planiga olib chiqib beradigan shu mahsulotimiz bo'ladi. Ichkarilarda ko'rishingiz mumkin, krasheniy musli bo'lgan, bu tomonlari mana polностью atashento bo'lgan. Buni qulaylik tomonlari juda ham silliq, o'zidan aromatni ifor tarqatuvchi hidlari ham bor. Ayniqsa insonni настроенияsiga juda ham bir noodatiy tarzda kiradi. Teksturalari ham qoplam panja teksturalarga qilingan, mulchalarga bo'lsa polностью dabr qilingan payti ko'rsatiladi. Mana realni ko'rishingiz mumkin. Mahsulotni haqiqatda sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Atashento qilish ko'p ustalarimiz atashento qilishi juda ham murakkab, qiyin deydi, lekin aslida unaqa emas. Oddiygina shunaqa andava bilan bitadi bu narsa. Prosta devorni podgotovkasini juda ham bir maksimalni yaxshi qilib olsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Atashentoyimiz ko'p atashentlardan farq qilishini sababi ichidagi narsalari ustalarni har qanday talabiga javob berganligi uchun xudo xolasa uyaltirmaydi. Teksturalarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir idealni go'zal holatda chiqqanlar. Mana silliqligiga gap bo'lishi mumkin emas. Marka 8300 mana xudo xolasa.